Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari va kanalimiz a'zolari. Mana bugun Marg'ilonlik qo'shtovamizga Labo avtomashinasiga farkoblarni ustunovka qilib, pritsepimizni ulab berdik. Ramalarimiz doimgidek shviller, qanotlarimiz ikkilik temir list, balonlarimiz Damazdi, ya'ni Laboni diska baloni bilan bir xil bo'ladi. Elektromontajlarimiz tayyor. Bortlarimiz mana atsinkovkadan qilib berganmiz. Birkalarimizni doimgidek chiroyli qilib mana urib tayyor qilib qo'ydik. Pritsepimiz oluvchi nomiga Shot Factory yozib beriladi. Oluvchi qaysi viloyatda uchetda tursa, tuman yoki shahar murolaridan nomer pasportlarni qadab olasizlar. Pritsepimizni bo'lib to'lash shartlariga ham beraveramiz. 12 ta viloyatga dastavkasini kelishilgan holatda chiqarib beramiz. Bizda hamma markaga farkoblar mavjud. Holasalang Cobalt, holasalang Gentra, holasalang Nexia, Damas hammasiga bor. Kesalang sheyda ustunovkasini qilib ham beraveramiz. Holasalang dastavka qilib chiqaraveramiz. Birga bir tushadi, xudo xolasa. Kesalang chiroyli qilib mana nalichida pritseplarimiz bor. Holasalang qo'shmoz, holasalang yakkamoz, chorva uchun yoki o'zlaringni yuklarni tashish uchun qilib chiroyli qilib suv kirmaydigan desalang, suv kirmaydigan. Menga izotermiz bo'lsin desalang, izotermiz variantini qilib beraveramiz akalar. Balonini zakasga qarab qilib beramiz. Asosan 12 razmer qo'yiladi. Holasalang 13, 14, 15 qo'yib beriladi bizni. Amortizatorlarimiz bo'ladi albatta. Amortizatorlarimiz Spark tarqa amortizator yangi qo'yiladi. Stupitsalarimiz mana yaxshi holatda qo'yib berilyapti. Obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar, like bosib, paddashga qiling akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.